Gülün bergidin Kuşburağı öksümesin ha Koyaş söygen gülün bergidin Kuşburağı öksümesin ha Şuma bəxtkiler əzəldir Bu yaşdaki biz ailədir Şuna bakıp kiler azaldı Bu yaştaki mukayildir Yaman bulsun demez anılar Fakat kıyar bəzəkliyə Yaman bulsun demez anılar Fakat kıyar bəzəkliyə Taş koyup köksüge Tavlası değdi adılar Bazıda taş koyup köksüge Aileden taralgan nehir Yurtudu alem tütkün Aileden taralgan nehir Yurtudu alem tütkün Ata kılsa süygüge derdim Sadakatke tolgan bir günüm Ata kılsa süygüge derdim Sadakatke tolgan bir günüm Yaman bulsun demez anılar Fakat kıyar bəzəkliyə Yaman bulsun demez anılar Fakat kıyar bəzəkliyə Tavlası değdi atılar Bazıda taş koyup köksüge Tavlası değdi atılar Bazıda taş koyup köksüge Görüvatqanınla Nimet Qəhvə Koks içimliklerini işlep bazaq sağan Ürümçi Aralbağ Yemek İçmek Çeklik şirketi tacidarlığındaki Tor televiziya filmi tatılmağan suretle. Arzu ümit üçün manğan qədəmlərimdə naxşam mənə həmrah. Təbiət qoynidagi izlanishlarda mən oğlum həmrah. Rəngdar kartinlar yoğurulğan hayat musafəmdə Nimet qəhvəsi hər vaqt mənə həmrah. Saptava yalpızçı, saptava həsəl suyu, saptava qarqat şərbeti işləp çıxırıb bazaq sağan, Olcu Gültaj yeməklik işləp çıxırış şirketi alaydı qollagan. Ruhluk ve coşkun keyfiyat ruhi halınızın namayeniz. Yeger içimlikini siz mi yaxshi ko'rdikansizda? Məllə emas, həmmimiz yaxşı görürük ha. Həmmimiz yaxtırıb içidigan içimlik Yeger.
Yegir vitaminlik energiya ichimligi. Diyorimiz xonim qizlarning yurak tarini chekayotgan Rayhonlar soda ichimlik shirkatining va'dasi xonim qizlarga sog'lomlik ham go'zallik yetkazish. Shinjong Rayhonlar soda ichimlik shirkati filmimiz bilan hamkorlashgan. Hey, nima bo'ldingiz? Ko'zim qorong'ilashib, beshim pirad qilib ketdi. Aldirash deb salomatligingizga ko'ngil bilmagan bilan hammamizga siz lozim. Mani ichib beting, ha? Qanday quvvat? Ha. Bu xotiningizning maslahatidir. Bedenini qiynagan odamning hammasi issiq bo'laverdi. Tibobat bebaho hakim izziba. Qon to'liq jismingda sog'lomlik bo'lur, mag'dursiz teningga kuch-quvvat bo'lur. Hakim retseptidagi qon quvvat ichimligi. Saptava yalpızçı, saptava hasal suyu, saptava qarqat şerbeti işlep çıkarıp bazar sağan, olcu gültaj yemeklik işlep çıkarış şirketi alaydı qo'llagan. Silloga kir yuvish suyuqligi, choch yuvish, choch asrash silliqlash malhami, badan yuvish suyuqligi, ko'piklik yuz yuvish sopini qatorliq mahsulotlarni bozorga solgan Guangdong Silloga xalqaro soda ichimlik shirkati filmimiz bilan hamkorlashgan. Yeşilgöğer Noni enzim, Yeşilgöğer enzim o'rg'itish ichimligi, badan go'zallashtirish miyi, xonim qizlar maxfiy tarbiya yurishlik qatorliq mahsulotlarni bozorga solgan Yeşilgöğer xalqaro soda ichimlik shirkati filmimiz bilan hamkorlashgan. Diyorimiz xonim qizlarning yurak tarini chekayotgan Rayhonlar soda ichimlik shirkatining va'dasi xonim qizlarga sog'lomlik ham go'zallik yetkazish. Shinjong Rayhonlar soda ichimlik shirkati filmimiz bilan hamkorlashgan. Ballarning mushundaq baxtli turmushga erishmaga osonga tushmadi Zohra. Turmuşning qiyinchiligi, bolalarning jafosi tugab, emdiroq rohat ko'rayli deganda salomatligimiz nacharlashib qoldi mana. Ballarni deb, navirlarni deb, hatto doktorxonaga ko'rinib boqmadingiz Zohra. Mendan ensirmang. Menma davolanaman. Oldi bilan bolalar bir xotirjam bo'lsin. Uningdan keyin davolansam kechikmayman. Qarangman navrimizga. Eldorning o'ziga o'xshaydi. Shundoq. Rahmet bana. Müştişten kollarımızda detken mi son kızım? Nerede? Ulan, haliyetnalı kandarak oldu. Pek ahiyetlik oldu ya. Hanım boz kızım, yaxşı oldu. Baba, akım yaptı. Ha. Oy, İlda. Kene şükür Keling, o'tiring. Keling, men sizga damni kutib qolsa ko'zib chiqay. Çay içsene. Rahmet balam, rahmet.
Demіңіз işiniz çıkıp ketdi o. Ha? Ma öyünü bakma. Ters gidip atamdı qanda. Qalaymaqqan gapimsan cho'qdi. Palturungni az emas qo'ysin. Yotqan qarab pustunimiz yaxshimikin? Hozir shu bo'ynimizda bir patman qarz. Qarzilib mo'r palto kiymisan, birsin ayblandi. Ayıplaydı, ayıpsizmamdi. Qarab yoqma. Ko'chada hamma odamning urushsiz shu chapan. Men mush bir adam teshib chiqsam, haqli, yana shu payda chapini kiyib chiqdi, deyishmamdi. Hozircha ko'chaga chiqib qaraydigan bo'lsangiz, 7 yoshdan 70 yoshgacha Hamma qiz jo'kanliga shu moda bo'lyapti. Pulingiz bo'lmasa teping. Boshqalarning a'lari banka bo'lmayotgandi. Hozircha aysa, haqlachu, tutgan uyiga, kiygan kiyimiga, haydayotgan mashinasi qarab, izzatini, hurmatini qiladi ekan. Bizmi heliqi ozliq qizimiz nananing to'yini qilamiz? Sizning obro'yingiz bo'lmasa, bizning to'yimizga adam kelamda, ha? Tomoqni pişay deb qoldim, aychiqa yopa. Men sal bearam bo'lyaptim, qizim. Keyinroq yeyman. Siz oliy maktabda o'qiyotganmi deyman? Voy, uy kirmayli qolgan bilolmazmi? Bir sog'lishim bilan tomoqqa borgan restoranda uchrashib qolgandim. Ha. Uning sonisi bilan sizning soningiz bir maktabda o'qiydigan o'xshaydi. Singlim hozir oliy maktabni xalqaro savdo kasbida o'qiydi. Bitkizay deb qoldi. Bankadagi pullaringiz yetishmayotgandek. Sonlaringizni xalqarodagi cho'ng-cho'ng savdolarga salay debsiz-da. Po'lat tog'amning aytishicha, hozir xalqaro savdo shirkatlariga yaramliq boshqaruvchi xodim topmoq paytasiga. Shunisining mushkasini tanladi. Ha, yenge. İldanın sonrası gelmezmi? Abim beni görüp çırayı öngüp de gitti. Ben nimde esiraydım. Ben şu sizi tekkendim beri, muş öyünü, ballarını dep, 40 katlarınızı jiyip, aç tamıkınızı itip, vay üyüm, vay balam, vay cinim irim dep, küldü kümeşip, boğun haltım mağun. Emdicu, çıraylık yasınıp, tuzur kiyinip, düşmanlarımın gözden çıkırıp etmişim. Ey xotin, yasın işmangla, keymangla, yemangla demesen, muş neçi gündüler 1000 so'm pulning beshiq so'qib bo'ldinglar. Men bir haftada xarjlagan pulni-chi, xalqning xotinlari bir kunda xarjlaydi ekan. Men shular o'xshash odam. Shu xonimning ustiga yarashgan nurki palto menga yarashadi. Nima uchun? Bizning uyimiz bundoq chiroyli, bundoq kangri, bizning mashinamiz bundoq esil, bundoq nochi deb maqtang'im keladi. Agar xarjlagan pulingizga chidmayotgan bo'lsangiz, bo'lmasa ust-beshimdagi latiptildan tortib sep tashlab beray, o'zingizni kiyib olasiz. Ey, bo'ldi qila xotin. Takallashmayli. Yaqinda nananing to'yida qilimiz davatimiz. Pul olmasa balqana chiqag'il bo'ldi. Shuni davatina xotin. Bo'lmasa qarzga bo'g'ilib ketsammi, bir nurki palto aparichkim bor xotin. Ey, to'ydan keyin bir gap bo'la. Sen xafa qilmag'ana xotin. Nurki palto sening ko'nglingni bak ustun turamla. Ish qilib men deb qo'yay, to'ydan burun kiyginim kiygan. Voy, iziksizmi? İsam akamның bir kepi esimga tushib, o'zimni kulkidan to'xtatamayapman. Qaysi kepi? Sizga o'xshash bir yigit. İsam aka, sizningchi naning oltini eng esildi deb so'rabdi-da. İsam akam, naning oltini eng esil deyfkam. İsam akamning yanchog'iga kirgan oltin eng esil bo'lmamdi deginicha. Rost kulkili ketgan. Ay, tağımızın çoğun şirketi bağışmamdı. Onun şirketi var. Tağımız
Qana so'zlar yulayrandı. Tağamның көңіл төз, қолы ұчық. Бұда апамның алдан xabar elib turdi. Xaramsı bulamda әмсә. Uruq tıqqanni pulga seta alıb olmaydı. Pəride adam nananı başlap çıxın, tamaq yılına dağıtıdı. Cürə. Yoq, çıxmayım. Özünüz çıxın, buzğum açmıdı. Ondaq demək yağın yaxınma. Biz tuşlamaq texə çimidik qoy. Restoranlara yesek bulmamdı. Səp duramdı ki, böyüklərin köңü kep qaldı. Uyumuzdakilərinin köngülü bək nazik oxşumandı. Şu taya tamaq yeməyə çıxəsək, öykülərini başqa çölab qalmışsın da atmaya şu. Maqul. Qutulamaydan oxşayım. Hey, Mişə əkirsiniz, işkimiz Mişə diləyili. Onda qısaq. Meni xijilmoq gəldi, sözü buldu əməsmi? Bulun. Maqul əmsə. Nanagil, baxtınız vaka. Bankamdan başqa yana bir çoğun şirketimmi bada veringandi. Esimni bilsem, turmuşimizda tögüsü tikem emas edi. Her qitimliq falokatligimga onamning terikishlari hamroh bo'ladi. Her qitim umaq botlaqlarning haqqini yig'ib olib, ularning noroziligini qo'zg'ab qo'yatdim. Mana bu mening bolalikdagi tögüsüga bog'langan chuchuk aslimadir. Әмділікте ilgirikidek tögüler arasında qatrab жүрmeydigan болдым. Şundaqdımı tögüsü turmuşimizdan ayrılıp bakmadı. Hazır ailemizde Çindil şirketi işlep bazar sağam, Çindil tögüsü yuqur kalsiylik aqsıl talqını bab oldu. Çindil tögüsü yuqur kalsiylik aqsıl talqını. Kızım, abayqı degen gepin rastmı? Rast apa. Başka birisiga o'qishib qolmagansan? Yo'q apa, aniq esimda. Osh qiz shu. Uning ismi Nanagu deyma. Uncha menga ishda deganda qilgan. Akam bu qizni uyga boshlab kirgandilar. Ko'zimga bir qismila ko'rinib, sig'magan deb olam. Lekin akamga qandami deymiz? Kimsa qanda bo'ldi apa. Uncham uni menga bu akamning loyiqi. Yaqinda to'y qilgandek tur deb tunishtirgan tursa, buni akamga demasak, akamni oldigan bo'lmamdi. Canım balam, akamning mijozi bek ittik. U gapimizga ishonamdi, ishonmamdi, mayirva. Sen diyemisan apa, o'zim deyman. Yo'q, bo'lmaydi balam. Sen tex kichik, bunda ishlarga aralashmajimi? Qiziqkansan apa. Ha, desam sen kichik deyotgansan. Men hozir cho'ng bo'ldim, oliy maktabda o'qiyapman. Oqqarni ayriyolg'idek bo'ldim apa. Men unda chetga qiltayvermigina. Canım balam. Abba kızım. Ben seni nimşiqim chetga qaqaman. Akanın ko'ngliga behuda azab berib qo'ymayli deyapman shu. Sen bolalarning kendisi o'g'ling bilan aqlli, shunchalik ziyrak cho'ng bo'lding. Yana dexe. Sen akanın kelgisiga ko'ngil bo'libsan, canım qizim. Unda bo'lsa apa, sen kichik deyapman meni. Ma'qul. Emsi mening bir talabim bor. Shuni o'rinlaysajmi? Nim talab apa? Eldor bu qizni nima uchun uyga boshlab keldi? Buni bir aniqlab boqay. Sen G'uncham degan saboqdashing bilan ko'rishib, bu gap rostmi, yolg'onmi, undan urtloq. Agar yolg'on bo'lib qolsa, biz oxirida yer qarab qoldigan ish bo'lib qolmasin, juma bolam. Ma'qul apa. Rahmat canım balam, rahmat. Xeyli yeniklab qoldim. Bo'ldim apa, birdan tutay. Rahmat balam, keling. Mush ishchan. Sizlar qo'llaringizga ko'z tegmasin, canım balam. İlham sizni tunji qitim uyga boshlab kelganda, ununsam unumay partuqni oldingizga taqab, bütün qochquchilarni shub ketgandingiz. Shu chaqdilam ko'zimga issiq ko'rinib, bek amroq bo'lib qolgan bolam sizga. Bu Nana degan qizni qaramamsiz.
tamak dastıxanıgım kemmey. İldar bilen ayrım tamak yeyişini. Kögensiz. Tüzük salam saatının mı tayini yok. Apa, ko'nglingiz g'ammiga xijil bo'lganda qachon qizlarning mijozi xulq o'xshash bo'lmaydi emasmi? Uy tutgandan keyin bilmaydiganlarni asta-asta o'rganib ola apa. Ansirma. Men qanday ansirmayman bilan. Ildar ilhamga faqat o'xshamaydi. Bu balani biz bek atvalab cho'nqib ekanmiz. Mijozi ishtik, qini qiziq. Bu Nana degan qiz buning bilan chiqishib o'tarlarmi? Buning holiga yetarlarmi deyman balam. Opam bilan dadam Nananing gap so'zini qiliqlarini qat'iy yoqtirmaydi qara. U shu akamning qo'lida chaplashgan naymi? Men uni akam bilan to'y qilishga qat'iy qarshi. Bu oltinchi laynoq. Tek akamni qattiq testaydi otamsa. Aynor, unutib qolma. Men sendek soymularga ko'kulsini tutqizgan unda ahmoq emas. Shunga sening g'avg'at yeriydiganligingni ko'nglim tuyib, osmonni savag'dishim deb akangga nuqta selib oldim. Qiz akamning kayni quroli xilili bo'pti deyna adash. Mang'u gap so'zlari, qiliqlar qat'iy yoqmaydi o'ynaynoqmi. Akamning savag'dishi deydi o'da shu qizni. Nima dedi apa? Kim shundoq deydi? Balam, Osmonning singlisi Aynur bilan birga o'qiydi ekan. Yaxshi Aynur sen Nanani boshqasan ko'rdim deganda shundami? Ha, balam. Shu yerda Nanani. Jamno aksi Nanani savag'dishga apa. Kim so'ngishdoq deydi? Apamning deyishicha ular bir to'yda tunishib qopdi-ku. Nana deb atayotgandikna o'zim taxi. Bo'ldi, u savag'dishlar tamoq yegan qarab Nanani o'rinsiz gumonlamanglar. Men gapimni bir qivolayim balam. Bo'ldi apa, anlig'im yo'q. Shunga u hozir mening qalqinimga aylanib, adabinglarni beryapti. Eng yaxshisi sizga sizqimdan chiqmayman. Nana adamning gapiga kirsang, Ildar akammi rozi bo'ldi. Yangam bo'lish oldi turgan bir qizni nimishqa yomon deysa adash. Qo'yvaga ismi qarab shunday otamsan. Voy yo. Pul bilan oltinning gapi chiqishi bilan u qizning sho'lgaylar eqibli qoldi-ku degina. Keyin akamga tegsa, uning vapochilarmi? Akamning bu yelitdan ko'ziga satko'ni qapti o'maydi. Qizim deb qo'y. Cho'nashi aralashmasa nima kapti uni saqolli qilib? Yo'q yerda putoq chiqib pitni o'tirib yurib muqaddam bo'lmagasizlar unga. Oldi bilan men gapimni bir qivolayim. Yo'q dedim apa. Qarab tur, qara chaplasa qanday olayman gapingni. Biz u qizga qara chaplamidik. Seni hushyor bo'lsin. Yo'lni xato menib qolmasin, davatimiz. Apa unchilik ishinde nanan aybisanlar, uni uy qamabda qo'ysam bo'ladi bu chaqda. Boshqa qilsam shunday anglashmabsizlar. Men qachon sen shunday qil dedim? Bilma apa. Nanaslar yaxmadilar. Shu uningni ko'nglini so'yitish urinmadsizlar. Nimandaq ta'tirlik qildiganda ma bola. To'g'ri apa. Yoshlar ta'tir. Shu uy boshlab kelgan qizimizlar ta'tir sat ko'ryapti. Nimish qizig'laysa apa, ko'nglingni buzmag'ina. Canım balam. Akam ağzımda açırma bassa. Bizim onu baxtlik olsun deyimiz bu.
Ko'rayotganinglar Ne'mat qahva koks ichimliklarni ishlab bozor solgan Urumchi Aralbog' yemak-ichmak cheklik shirkati tajidorligidagi Tor televiziya filmi tortilmagan suratlar. Har xil tipdagi Elravan post apparatlarida Yunshanpo, Undidar, Altayda skanerlab pul to'lash, bank kartasini surtish kasbi. Har vaqt har joyda avtobus kartasi, tok kartasi, qatnash jarimonasi, telefon puli, poyezd bileti ham telegraf kartasini bejirish qatorliq xalqqa qulaylik ko'p iqtidorlar bo'lishdan boshqa banka birlashmasining Yunshanpo kasbini ishlatib, ko'plagan e'tiborlarga erisha olasiz. Elravan post apparati tijorat va turmushingizdagi eng to'g'ri post apparati bo'la oladi. Kokusi to'lim lazzatli, oziqliqmi? Uni ishgingiz keladi. Har qancha qilib bu kokusini yaramaysiz. Uning qaypi baq qattiq, ammo yaxshi bir mahsulot bor. Hech mushaqqatsiz, shuncha esil ne'matdan bahramlanasiz. Tabiiy kokus mevasidan ishlangan esil ichimlik. Ne'mat haqiqiy kokus sharbati. Saptava yalpızçı, saptava hasal suyu, saptava qarqat şerbeti ishlab chiqarib bozor solgan Olji Gultaj yemeklik ishlab chiqarish şirkati alayda qo'llagan. Diyarımız xanım qızlarının yürek tarını çekivatkan Reyhanlar Sodiçeklik şirketinin vədisi xanım qızlarına sağlamlık hem güzellik yetkizüş. Şinjan Reyhanlar Sodiçeklik şirketi filmimiz bilen hemkarlaşkan. Kipimni xato tushunib qolsangiz, ana men sizlarni go'shtsiz qilyapti demadim. Shu opangizni saqlamay tomoqni o'zingiz aslingiz bo'lmamda deyapman. Menga qarang. Opam tomoq yetishni o'rgatmagan. Men sening turmushingga ko'ngil bo'lmasam bo'lmaydi. Shuningga sening Nana degan qiz bilan to'y qilishingga qat'iy qo'shilmayman. Unda olsa, nima ish qilib beray? Hech qanday ish qilib berishingning hojati yo'q. Menga sodiq bo'lsang bo'ladi. Voy, xo'p, xo'jam. Men sizlarga ayrilib ketaylik demaganman.